Shunga o'xshagan savollarga bir ishdan bo'shab keting namoz uchun demaydi hech kim. Endi jumada shunaqa holat. Jumaga ruxsat bermayaptimi? Peshinni o'qib turaveramiz. Jumaga ruxsat bermayaptimi? Peshinni o'qib turaveramiz. Endi hozirgi kunda musulmonman deb turgan insonlar, ularni diyorida maktabda namoz o'qiy olmaysan. Universitetda namoz o'qiy olmaysan. Hukumatli idoralarda namoz o'qiy olmaysan. Nimaga? Sen Firavunmisan? Siz yo'q deydi, Alloh saqlasin deydi. Namrudmisan desiz, yo'q Alloh saqlasin deydi. Kimsan sen? Kimsan? Yahudiymisan, nasroniymisan? Siz yo'q, men musulmonman deydi. Ana shunday musulmonlar paydo bo'ldi. Yana Hanafiyman deydi. Xo'sh, Hanafiylarda qaysi kitobida kelgan? Kimiki namozni tark qilsa bo'ladi, joizsa kofir bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim.